Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarım. Hammalarninki mushu vaqti ve bunun ikinki vaqti bu dünya ve o dünyalığı her iki alemdeki hayırlık bolsun. Qadirlik qarindoshlar, ben Abdülaziz Beştoğrak İstanbul'dan sizlarga Allah'ınki cennet salam bolgan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilan birlikte öğünüp kilovatkan yeni kitap İslam Tarihi degan bu kitapni kelgan yerden yani 3. babdan başlaymiz. Qadirli qarindoshlar, Teklimekan Uyg'ur Neshriyatı 2014 yılı neşr qilgan kitap. Bugün İslam tarihininki to'g'riliq so'zlaydigan, o'rganadigan bu Facebook halkımızda 3. bab yani Raşid Halifeler devrini birlikte öğündükemiz canım dostlarım. Bununki birinci küçük mezmun 4 halifelerin hayatı ve kişiliği. Onunkin dindin yeni biliş vakaları. Bu cemi 10 bet mezmunken şu 10 betten öğünüp mansak inşallah bu kitapma 30-40 günde tügeydi degan gap. 70. bette biz 2. babını tüketkendik. Emdikisi 3. bab Raşid Halifeler devri. 1. 4 halifenin hayatı ve kişilik. 1. halife Hazreti Ebu Bekir Rezallahu Anhu. Hazreti Ebu Bekir Rezallahu Anhu Kureyş kabilesinin Teyim aymıqıga mensup olup, o Ebu Bekir taxullusi ve Siddiq ünvanı bilen meşhur bolgan. Peygamberimizin 2 yoki 3 yaş kichik bulup, İslam'dan ilgiri Peygamberimiz bilen dost idi. Hazreti Ebu Bekir Kureyş kabilesinin ticaretçileriga o'xshash ticaret bilen şug'ullangan. Yana Mekke şehrini başquruş, kan qisas meselesi ve ziyanlarını tületip eliş vazifelerini üstüge algan. Müslüman buluşdan ilgili haraq içmegen ve butlağı çoğunmagan. Hazreti Ebu Bekir teng dimetli kişiler işide İslam'ını tuncu qıtım qabul qilgan kişilerinin arasında yer algan. Dastlabki Müslümanların köp qismi onun vasitasi bilan Müslüman bolgan. Hazreti Ebu Bekir İslam'ını qabul qilganlik uchun qiyin qistaqqa ilingan. Müslümanlarni xo'jayinlarini setib olib azodlikqa chiqarish bilan meşhur bolgan. Bilal Habeşi'den başlap müşrikler tarafidan zulümge uçurgan köp degan musulmon qullarni setib olib azodlikqa chiqargan. Tuniga deb qo'ydum. Hazreti Bilal to'g'riliq bir film bor. Şu filmni balalar bilan, balalarınlar bilan ko'rib beqishinglarni tavsiya qilaman. Men chuqum vaqt topsam ko'raman. Hazreti Ebu Bekir hicret seferida Peygamberimizga seferdaş bolgan. İslam'ın Medine devrinde onun bilen birlikte barlıq seferlerine qatnaşqan. Peygamber aleyhisselam tarafından miladı 631 yılda hac emri qilib tayinlangan. Peygamber aleyhisselam ağrıb qalgan vaqtida cemaatga imam bolgan. Peygamber aleyhisselamın vafotidan keyin xalifelikka saylangan. Hazreti Ebu Bekir 2 yıldan köprek halifelik devrinde Peygamberimiz tarafından Osama İbn Zeyd kumandanlıqıda Suriye'ye evetişki tayarlangan. Ama Peygamberimizin vafatı bilen yolga çıkalmagan qo'shinni yolga salgan. Dindin yeniveliş vaqealarini tincitip Müslümanlar ve devletinin bexatarligini qo'llagan. İran ve Vizantiya imparatorluğunun Arabistan'a yakın bolgan raylarını fethi qilishga yuzlangan. Peygamber aleyhisselam hayat vaqtida her xil narsalarga yozilgan Qur'on Kerimni Zeyd ibn Sabit radhiyallohu anhuni mas'ul qilib mushaf shakliga keltirgan. Hijrining 13 yili, miladining 634 yili vafot bo'lgan. Kinoxonda qo'yayotdi qadirli qarindoshlar, Hazreti Bilal degan filmni kinoxonda. Hazreti Ebu Bekir cesur, kemter, yumuşak tabiatlik, merhametlik bir insan idi. To'g'ridan qabul qilgan fikrlarni ikkilanmasdan o'ttirib qo'yatdi. Bu alaylik bilan Peygamberimizdan keyin
o'ttirg'i chiqqan masalalarni oson hal qilgan. Islom dini barliq kelgandan boshlab payg'ambar alayhissalomni butun kuchi bilan qo'llab-quvvatlagan. Hazreti Abu Bakr valilerini kontrol qilib, xalqning shikoyatlarini ting'igan. Bir haqsizlik ko'rsa uni yo'qotishga tirishgan. Uning qarashicha haqsiz bo'lgan odam nopuzluq va boy odam bo'lsa-mu ojiz, kuchsiz hisoblanib, haqliq odam kuchli hisoblangan. Xalifaligi davrida faqat o'zi va oilasining turmush ehtiyojiga yetadigan xarajat edish bilan kifoya qilgan. Endi ikkinchi xalifamiz bo'lgan Hazreti Umar roziyallohu anhu ni birlikda o'rganamiz. Hazreti Umar Quraysh qabilasining odiy qaymoqiga mansubdir. Hazreti Umar islomdan ilgari Quraysh qabilasini ajnabiylar oldida tamsil qilgan, ya'ni elchilik vazifasini o'tagan. Hazreti Umar savodliq bo'lib, tijorat bilan shug'ullangan. Dastlabda islomga dushmanlik qilgan, keyin payg'ambarimizning nubuvvatining 6-yilida payg'ambarimiz tabliğ faoliyatlarini Darul Arqamda davomlashtirayotgan chaqda islomni qabul qilgan. Uyg'urcha ishlangan, ovoz berilgan bu Hazreti Umar 30 qismlik film. Shu filmning 4-qismini ko'rsanglar, qandoq musulmon bo'lganligini bilalaysizlar. Ba'zilar bu filmni ko'rish harom deb fatvo qilganlarmi bor. Hamda ularning qanday holda ekanligini ko'ryapmiz, qadrli qarindoshlar. O fatvolarga quloq solmay ko'rib qo'yganinglar yaxshi. Hazreti Umar Habasiston hijratiga qatnashmagan. Ikkinchi Aqaba bay'atidan keyin Madinaga hijrat qilgan. Islomning Madina davrida payg'ambarimizdan birlikda barliq safarlarga qatnashgan. Bu safarlarda urushga qaraganda ko'proq payg'ambarimizga maslahatchilik qilgan. Uhud urushida musulmonlar mag'lubiyatga qarab yuzlanayotganda payg'ambarimizning yenidan ayrilmagan 14 odamning birisi bo'lgan. Tabuk safariga butun mol mulki va pulining yarmini berib qatnashgan. Makkaning fathi, Hunayn urushi va Vido hajjida payg'ambarimiz bilan birlikda bo'lgan. Hazreti Umar Hazreti Abu Bakrning xalifa bo'lib saylanishda muhim rol o'ynagan. Davlat ishlarida yordamlashgan, Madinada qozilik qilgan. Hazreti Abu Bakr kesili ig'irlashib jamoatga imomlik qilinmagan chaqlarida o'rniga Hazreti Umarni imomlikka tayinlagan. Hazreti Abu Bakr o'zidan keyin Hazreti Umarni xalifalikka saylashga vasiyat qilgan. Hazreti Umar xalifa bo'lgandan keyin Hazreti Abu Bakr davridagi Iron, Iroq, Suriya rayonlarida boshlangan fathiy harakatlarini davomlashtirgan. Uning davrida Iron, El-Jazira, Xorasan, Suriya, Misr qatorliq yerlar fath qilingan. İslam dünyasının muhim rayonlarına qo'shilgan Basra, Kufa, Fustat, qadimki Qahira shaharlarini bino qilgan. Davlatni yangi idora qismlariga ayirib, ma'murlik va davlat kirimlarini tarqatishni maqsad qilgan. Divan tashkilotini qurgan. Milodi 638-yilda hijriy kalendarini qabul qilgan. 644-yili vafot bo'lgan. Hazreti Ömer o'zidan keyin xalifa bo'ladigan odamni saylashda Hazreti Osman, Hazreti Ali, Said ibn Abu Waqqas, Talha ibn Ubaydullah, Zubayr ibn Avam va Abdurrahman ibn Avf qatorliqlardan tashkillangan 6 kishilik hay'atga havola qilgan. Xalifa nomzodligiga ba'zi nasihatlarni qilgan. Payg'ambar alayhisalom va Hazreti Abu Bakrning yeniga dafn qilingan. Hazreti Ömer müminlerinin emri, emrun müminin unvanı bilen atalgan tunji xalifadır. Hazreti Ömer adaletini yürgüzüşte insanların bay kembag'alligiga, hukuk mensibiga qaramagan. Xatolik o'tkazganlarni jazolashda do'st tuqqan deb ayirmagan. Her insanning derdini anglagan. İnsanlarga qo'rqmay yeniga kelib dard shikoyatlarini aytishini talab qilgan. Caminin hoylusida o'ltirib xalqning arzu va shikoyatlarini ting'igan. Kecha vaqtida sirtlarda aylanib yurib, yo'qsullarning ehtiyojini hal qilishga tirishgan. Davlat milini nihoyat ehtiyotchilik bilan ishlatib, bularni xalqning foydali ishlarida qo'llanishga tirishgan. Qadrli qarindoshlar, endi 3-xalifamiz bo'lgan Hazreti Osman. Rashid xalifalarning 3-chisi bo'lgan Hazreti Osman Quraysh qabilasining Bani Umayya aymiqiga mansubdir. Umayya
Peygamber Aleyhisselam'dan 5 yaş kichik bo'lib, balalik davrini Mekke'de o'tkazgan. Kichik yoshidan boshlab dadasi bilan birlikda tijoratga boshlagan. Dadasining bir sayohat jarayonida o'ltirilishi bilan tijorat ishlarini ustiga olgan. Üst bitilgan muhit uni hukmron bo'lishdan ko'proq savdogar bo'lishning imkonini yaratib bergan. 35 yoshga kelganda yaqin do'sti Hazreti Abu Bakrning vasitasi bilan islomni maxfiy da'vat qilish davrida musulmon bo'lgan. Musulmon bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisolamning qizi Ruqiya bilan uylangan. Habasistonga qilgan 2 qatimli hijratda ayol bilan billa hijrat qilgan. Habasistonga hijratdan keyin Makkaga qaytib Madinaga hijrat qilgan. Hazreti Osman Ruqiyaning vafotidan keyin Payg'ambar alayhisolamning yana bir qizi Ummu Gulsum bilan uylangan. Hazreti Osmanning xuy mijoziga qaraganda urushlarda ko'zga ko'rinadigan qahramonligi yo'q. Hudaybiya tinchlik kelishmida Payg'ambar alayhisolam tarafidan Qurayshga elchi qilib avatilgan. Tabuk safariga otlangan musulmon qo'shinining hozirlanishida ko'p miqdorda moddiy yordam qilgan. Hazreti Osman, Hazreti Abu Bakr xalifalikka saylangandan keyin Bani Saida yurtiga berib, uningga bay'at qilgan. Hazreti Abu Bakrning kotiblar orasida yer olgan. Hazreti Umarning xalifaligi davrida uning maslahatchilaridan birisi bo'lgan. Hazreti Umarning vafotidan keyin hay'at a'zolarining fikri bilan 3-xalifa saylanib, 644-yilda vazifaga o'ltirgan. Fathlarni davomlashtirgan. Faqat xalifalikdan keyingi 6 yilda ishga qalaymaganchilar o'ttirg'i chiqqan. Bu ahvol 656-yilda isyanchilar tarafidan shahid qilinishi bilan oxirlashgan. Hazreti Osman ko'ngli inchga, yumshoq tabiatli bir inson bo'lib, talash tortishni, nachar ishlarni yaxshi ko'rmaydi. Mehr shafqatli bo'lib, aqrabolariga ko'ngil biladi. Yaqinlariga yaxshi muomala qilib, oilasiga kuyinadi. Hazreti Osman o'qish, yozishni biladi. Vahiy kotibligini qilish bilan birga Payg'ambar alayhisolamning qo'shni ellarga avatilgan maktublar va qabilalar bilan tuzilgan kelishimlarni qalamga olgan. Hamda 4-xalifamiz bo'lgan Hazreti Ali'ni birlikda o'rganamiz. Hazreti Ali Payg'ambar alayhisolamning tog'isi Abu Talibning kichik o'g'li bo'lib, 5 yoshidan boshlab Payg'ambar alayhisolamning oilasi cho'ng bo'lgan. Payg'ambar alayhisolamning uyida hijratga tug'gan. Hijratkishi tug'gan. Payg'ambar alayhisolamni tunji tasdiq qiluvchilardan birisidir. Hazreti Ali hijratning 2-yilining oxirida Payg'ambar alayhisolamning qizi Hazreti Fatima bilan uylangan. Bu uylanishdan Hasan, Husayn, Zaynab va Ummu Gulsum dunyoga kelgan. Tarixda Hazreti Hasanning naslidan kelganlar Sharif, Hazreti Husaynning naslidan kelganlar Sayyid deb atalgan. Hazreti Ali, Hazreti Fatima hayot vaqtida boshqa birisi bilan uylanmagan. Hazreti Ali Payg'ambar alayhisolam bilan birlikda Madinada Payg'ambar alayhisolamning vakili bo'lib qolgandan boshqa barliq safarlarga qatnashgan. Bu safarlarda Payg'ambarimizning bayroqdorligini qilib, buyuk qahramonliklarni ko'rsatgan. Payg'ambar alayhisolamning kotibligi va vahiy kotibligini qilgan. 3 xalifa davrida Madinada turib, urushlarga qatnashmay, ma'mur vazifalarni o'tagan. Faqat Hazreti Umarning Falastin va Suriya safarida uning o'rniga vakil bo'lgan. Hazreti Abu Bakr va Hazreti Umar davrida uningga maslahatchilik qilgan. Hazreti Osmanning xalifaligining dastlabki 6 yilida uningga qo'l qanot bo'lgan. Faqat Hazreti Osmanning xalifaligining keyingi 6 yilida uning aqrabolarini valiylikka tayinlishidan va uningga o'xshaydigan siyosatlarini ba'zi sahobalar bilan birlikda tanqid qilgan. Qadrli qarindoshlar, 4 xalifaninki qilgan etgan ish izlarini bundaq necha altıbet nimede ügünüp buluş natayin. Ama nayeti qısqalam ularninki hayatının bizge ma'lumot beripti. Yazg'uchidan mu Allah razı olsun. Qo'limdagi bu kitap Teklimakan Uyg'ur nashr qo'limdagi bu kitap Teklimakan Uyg'ur nashriyatininki islom tarixi, ya'ni İstanbul'da 2014-yil nashr qilingan kitap, qattiq muqobilik kitap, qadrli qarindoshlar.
Endi ikkinchi mavzu bo'lgan bu Rashid xalifalar degan 3-bobning ikkinchi mavzusi bo'lgan dindan yeni bilish voqealarini birlikda o'rganib o'timiz qadrli qarindoshlar. Dindan yeni bilish voqealari. Peygamber Aleyhisselam hayat vaqtida Arab yerim aralining hammasi uning payg'ambarligini tunib iman etgan yoki hokimiyatini qabul qilgan edi. Ba'zi yolg'onchi kazzab insonlar uning g'alabasini ko'rib, o'zini payg'ambar deb jakarlagan. Bularning bir qismi payg'ambarimizning umrining oxirida harakatga o'tib, uning og'rib qolganligini fursat bilgan. Payg'ambar Aleyhisselamning vafot bo'lishi bilan isyon chiqargan. Bu vaqtlarda yana ba'zi qabilalar zakat berishni rad qilgan. Bulardan bir qismi yolg'onchi insonlarga ishongan. Faqat bu ahvol Arab yerim aralining hammasining dindan yilib olganligini yoki zakat topshirishni rad qilganligini ifodalab bermaydi. Yerim aral va Hijozdagi qabilalar Makka, Madina, Taif shaharlari islomga bog'liqligini davomlashtirgan. Dindan yenish voqealarining asosli sabablari. Ba'zi Arab qabilalari o'zini Quraysh qabilasiga raqib deb qaraydi. Payg'ambar Aleyhisselamning Qurayshlik bo'lishi va xalifalarning Qurayshdan saylanishini ko'ngliga sig'dira olmagan edi. Arab yerim aralida yashaydigan qabilalarning muhim bir qismini tashkil qiladigan badavilar qonun tuzum bilmaydi. O'zlarini boshqarganlarga qarshi nafrat qiladi. Bular ayni vaqtda qattiq mutassib insonlar edi. İslamning emir ve cheklamalaridan bir qismi masalan zakat, o'ch elish va qon davosini bekor qilinish qatorliq masalalar ularning odat va usuliga uyg'un kelmagan. Madina islom bilan birlikda diniy va siyosiy jihatdan muhim bo'lib qolmay, iqtisodiy jihatdan muhim bir markazga aylanib, davlatning kirimi ko'paygan edi. Müslümanlar ticaret bilan shug'ullanib, ahvol yaxshilangan. Bu ahvol cho'ng qabilalarning hasadxo'rligiga sabab bo'lgan. Badavilar shaharda o'ltiraqlashgan arablarga ega bo'lgan har xil imtiyozlardan bo'lib, rahbarlik kuchidan hasad qilgan. İslam dinining aqida va ibodat asoslari yangidan musulmon bo'lgan qabilalar tomonidan to'liq qabul qilinmagan. Ular Peygamber Aleyhisselam bilan yeterlik darajada birga bo'lish imkoniyatiga ega bo'la olmagan va Qur'onni tushunib hazm qilolmagan. Ya'ni din haqida yeterlik miqdorda va turmush odatini o'zgartiradigan saviyada ma'lumotga ega emas edi. Ulardan bir qismi qabila raislariga qarab musulmon bo'lgan edi. Peygamber Aleyhisselam'ның ağrıp vafat bo'lganligini anglash bilan dindan yenilishga jur'at qilgan. Zakat berishni rad qilib, o'zini payg'ambar deb jakarlaganlarga ishongan. Keyin isyon qilib, Madina bilan bo'lgan munosabatni uzgan. Yana bir tarafdan dindan yanganlar va o'zini payg'ambar deb jakarlaganlar bilan kurash qilish haqida sahobalar o'rtasida fikr birligi bor edi. Hamma odam bular bilan kurash qilish lozimligini qabul qiladi. Ammo zakat topshirishni rad qilganlar bilan urush qilish to'g'risida ikkilanib qolganlar bor edi. Misolga olsak, Hazreti Ömer la ilaha illalloh deganlar bilan urushning to'g'ri emasligini aytgan. Hazreti Abu Bakr bo'lsa payg'ambar alayhissalomga bergan bir o'g'loqni berishni xohlamaganlar bilan urush qilganligini aytgan. Oxirida xalifaning dini bo'yicha ijro qilingan. Usama qo'shinining safar qilish jarayonida Hazreti Abu Bakrga ba'zi arab qabilalarining vakillari kelib, namoz o'qiydiganligini, ammo zakat bermaydiganligini aytdi. Hazreti Abu Bakr ularning bu talabini keskin rad qildi. Madina atrofidagi qabilalarga xabar berib, dindan yenimaganlarga qarshi urush qilish uchun tez suratda Madinaga kelishni amr qildi. Bu qabilalar xalifaning qo'shiniga qatnashdi. Dindan yenimaganlarga qarshi urushadigan qo'shinning qo'mondonligiga Xolid ibn Validni tayinladi. Xolid ibn Valid oldi bilan yolg'onchi payg'ambar Tulayha ibn Huvaylidni o'ldirdi. Tulayha ibn Huvaylid hijratning 9-yili qabilasi bilan Madinaga kelib musulmon bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom hayot vaqtida isyon qilishga petinib, kohinlikning yordami bilan o'zini payg'ambar deb jakarlagan. Bu yolg'onchi payg'ambarning atrofiga to'planganlarning soni ko'paygan
idi. Halid ibn Velid xalifaning emri bilan Tuleyhaga karşı urushga atlandı. İki taraf o'rtasida şiddetli urush bo'ldi. Bu urushda musulmonlar qo'shini g'alaba qildi. Payg'ambarlik davosida bo'lgan yeni bir odam Tamim qabilasining bir kahini Sajah ismli bir ayol idi. Payg'ambar alayhisolamning vafot bo'lishi bilan payg'ambarlik davosini qilishga boshladi. O'ziga nisbatan texnik kuchli bo'lgan Musaylimaning yeniga bordi. Payg'ambarlik davosidan voz kechdi. Halid Yamamada Musaylimani o'ldirgandan keyin Sajahni tutdi. Sajah keyin musulmon bo'lib qabilasining yeniga qaytdi. Payg'ambarlik davosi qilgan yana bir odam Musaylimatul Kazzab bo'lib, u payg'ambar alayhisalom hayot vaqtida musulmon bo'lgan. Yurtiga qaytib kelganda islomdan chiqib payg'ambarlikda Muhammad alayhisalom bilan o'rtaq ekanligini da'vo qilishga boshlagan. İstanbul'da Şam ezanı to'lidi, qadrli qarindoshlar o'qindi. Biz mi birazdan o'qiymiz. Payg'ambar alayhisalom uningga bir maktub yo'llab islomga chaqirdi. Musaylima uni rad qildi. Hanifa qabilasi Musaylimaning atrofiga to'plandi. Halid ibn Velid Tamim qabilasini bo'ysundirgandan keyin Musaylimatul Kazzabga qarshi atlandi. Musaylim bilan musulmonlar o'ttirisida qattiq urush bo'ldi. Urushda Musaylima yengildi. Payg'ambar alayhisolamning vafot bo'lishi bilan Yamanda yana bir isyon chiqdi. Hazrat Abu Bakr bu isyonni bostirdi. Bu vaqtda Hadramut, Umman ve Bahreyn'deki isyonlarni bostirildi. Shuning bilan bir yilga yetmagan vaqt ichida Arab yerim oralida yangidan birlik qurildi. Qadrli qarindoshlar, shunda qilib 4 xalifa Abu Bakr, Ömer radhiyallohu anhu, undan keyin Osman ibn Affan, undan keyin Ali ibn Abu Talib qatorliq 4 xalifani birlikda o'rgandik. Undan keyin dindin yenilish voqealarini birlikda bir qator o'rganib chiqqan bo'ldik. Endi Fethler degan bab, yani bu 3-babdinki Fethler deydigan maxsus bir temisi var ekan. Buningda Iroqda feth qilingan yerlar, ondan keyin Suriya rayonidagi fethlar, ondan keyin Misr, Nuba va Ifriqiyaning feth qilinishi, ondan keyin islom fethlarining ba'zi aloyidliklari ne birlikda o'rgandik ekanmiz. Ondan keyin 4-chi dastlabki ichki majralar va natijasi deb Hazreti Osman davri, ondan keyin Hazreti Ali davri, Hazreti Ali davrida bo'lgan voqealar, Jamal voqeasi, Siffin voqeasi, ondan keyin Moşu mezmunlarını öğünüp, yani 96. betdə 3-cü babını tükürdük ekanmiz bu vaqalıqlar bilan. Ondan keyin 4-cü bab Əmevilər davriga o'tdik ekanmiz, qadrli qarindoshlar. Anda olsa 7-ci halqımızda moşu fethlər və vaqalar, dastlabki ichki majralar və nəticəsi to'g'riliq birlikdə öğünüp o'timiz inşallah. 7-ci halqımızda birga bo'lishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. O'qiyotganimiz Islom tarixi kitobi, 365 kitap, İstanbul'da 2014-yili Teklimekan Uyg'ur nashriyati nashr qilingan 3 professor doktorning birlikda yozgan kitob ekan. Qadrli qarindoshlar, Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh.